Markaziy qoida. Hayotliq qandaq qilib o'zining kodini o'qiydi. Barliq jonliqlarning irsiyat uchurlari DNA saqlanadi. DNA xuddi bir parcha tafsiliy tushuntirishga o'xshaydi. U hujayraning qandaq harakat qiladiganligini aytib beradi. Uning mashg'ulot usuli oddiy, lekin muhim prinsip markaziy qoidaga amal qiladi. Bu jarayon 3 bosqichga bo'linadi. DNA uchur saqlaydigan tushuntirish bo'lib, u jonliqlarning barliq irsiyat buyruqini o'z ichiga oladi. RNA xuddi bir ko'chirgichga o'xshaydi. U DNAdan buyruqni kopiya qiladi. Hamda bu uchurlarni hujayraning zavodi ribozomiga yetkazib beradi. Oqsil eng oxirida yasalgan zapchas bo'lib, ular jonliqlarning shakli, iqtidorini belgilaydi. Masalan, ko'zingizning rangi, bo'y egizligi, hatto yemeklikni hazm qilish iqtidorini belgilaydi. Agar DNAda ozroq o'zgarish yuz bersa, masalan, kitobdagi xatlar o'zgartildi, RNA xato ko'chirilib qoladi. Eng oxirida ishlab chiqarilgan oqsilmi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Bu xil o'zgarish ba'zida foydali bo'ladi. Masalan, hayvonlarning terisining rangini muhitga texmi moslashtirish. Lekin ba'zida yaxshi emas. Masalan, gen kasalligini keltirib chiqaradi. Bu kichik o'zgarishlar uzoq vaqt jug'lanish orqali jonliqlarning tadrijiy taraqqiyotini ilgari suradi. Shunglashqa DNA, RNA oqsil hayotlikning o'zining kodini qanday o'qishi va buyruqni ijro qilish jarayoni